Assalomu alaykum. Samboyuz kanalining a'zolari hamda qadrdon podpischilar, Chorbi ishqibozlari, YouTube ishqibozlari. Bugun hafta kuniga chorshanba 2026-yil 25-fevral. Biz hozir Namangan 3 tumanidagi Yorqo'rg'on Optim bozoridamiz mana. Yorsayt deydi-yu. Soat millarimiz 6 bo'lgan akalar. Xudo xolasa bu yerda semiz buqalar keladi maylarda. Maylarda boqma buqalar turadi. Mana buqalar bor, mana boqma buqalar akalar. Kommentariyada fikr mulohazalar bo'lsa qoldiraverasizlar akalar. Obuna bo'lmasdan ko'rayotganlar obuna tugmasini bosib qo'yasizlar. Bir donadan like podдержка qilib turamiz akalar. Chiroyli qilib video obzor qilib beramiz. Mana ma'da savdolar boshlanyapti o'zi mana. Mana semiz buqalar bor mana akalar. Mana akalar, mashg'ulotlarda semiz buqalar turadi. Semiz buqalar kelyapti mana. Mana turibdi mana avliko, smeshilni mollar. Mana semental o'ta gigant turibdi akalar. Telefonga zo'rg'a sig'yapti jonivor. Akalar, yo'g'ri tushsa, to'liq ma'lumotlarni olamiz xudo xolasa. Qadrli obunachilar, mana atmosferani ko'ringlar. Bu yerda mana stanka. Kelaverasizlar, hamma joyga mashina bor. Bu yerda mana qo'y bozor. O bu yerda zotkor qo'chqonlar bor ekan mana, arashan. Zoti bor qo'chqonlar. Bu yerda mana mol bozor. Mana sigirlar bor ekan mana. Ina bola sigirlar. Mana. Bu buzayda emishini qaranglar. Giromi vaqti zo'r ekan, yuvosh ekan. Yo'q, qo'y bozormi? Bu akamiz ham laganchida nimalardir beryapti qo'chqonlarga. Endi bolalar ekan, yangi tug'ilganlari ham bor ekan mana mana. Bolasi zo'r ekan mana sigirni. Videoni ko'ryapti, bir donadan like bosib, obuna tugmasini bosib, kommentariyada fikr mulohazalarni qoldiraverasizlar. Hasanboy trenddan mana. Oqtirvaringda. Boşları amon bo'lib barakasini berib. Betlariga ham urib yuboring, betlariga. Umriga rizq Alloh barakot. Betlariga ham urib yuboring, chimdirab o'ziga kelib uyushtirayapti-da u. Orqadan solarga. Savdosini berib. Umriga rizq Alloh barakot. Niyatiga Alloh yetsin. Allohu akbar. Alloh rozi bo'lsin Parvardigor. Allohim savdosini bir barakotini bersin. Buqamiz tortildi mana akalar.
Xonalar sotilgan ekan mana. Bo'yli gigantlari bor mana. Shved, rossiyskiy paroda. Buqani xillari chiqqan o'zi ham akalar. Mana. O shvedlarni qarang. Qo'lar zo'r semirib qo'ygan. Oldidan ham ko'rsatamiz hozir. Mana akalarmi, qo'lar semirganini ko'ringlar. Limuzinga smeshinli. Mana shvedni kelajagi mana. Haqiqiy kelajagi. O rossiyskiy paroda bo'lsa kerak. Mana 65 ming, 63 ming, 67 ming so'mga davr taroziga savdo bo'lyapti akalar. Mana shunaqangi semiz go'shtdor yog'sizlari. Umuman mashhur eng katta ekan bozor bo'yicha. Mentalam bor mana. Nimagadir bugun hayvon kam. Semiz bozorda ham, boqma buqalarda ham. Ola sotilgan variantlari mana. Ana boshlandi. Aka necha pul oldi bu qashqa? Bu aka. Aka sotildimi mana shu? Necha pulga? 60 mingdan. 60 mingdan taroziga sotilibdi mana. 145 kilo tutdi mana 60 ming so'mdan sotilgan buqamiz akalar. Mana qisir hunarchilar. O'zi apparatlar ham bor. Tortay aka, tortay. Tortay. Mana gigant buqalar. Shved buqamiz mana akalar. Aka necha pul savdo bo'pti mana shu? Bilmadim. Bo'ladi qaranglar, semizligini akalar. Bu shved buqa kimdan aka? Necha pul deyapsiz aka? 65 lira. Taroziga 68 asma, oyog'icha 65 million. oyog'icha 65. O limuzin sifatchi. Limuzin mana akalar. Necha pul deyapsiz buni aka? Taroziga. Bilinma. Xo'sh. Necha pul oldi bu? Qani sheriga? Xo'sh. 63 dan Samarqandga mana. Hadi boring. O'ngmingiz bor, bilan bering. Mana shu odamga bering. Va bilan 5 ming so'm. Ey, bering endi. Rozimisan? Roziman. Keling, keling. Xo'sh, birodar.